barcha salom-alaykum. Bugun men sizlarga birga bir arenaga qo'ydik. Birinchi tanlov undan ham pistolet. To'pponcha tanladi. Nimagadir. Mana bu yerda buni olsak, mana bu yerga to'raveramiz. Hozirlar uni qayerga ketganini ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib beringlar. Chunki men buni 3 marta o'lib zo'rg'a tutganman. Hatto 2 ga 1 ham yutkazib qo'yganmiz ekan ukamimiz bunda. Yaxshi o'ynaydi. Qani bitta o'zim bitolmaymanmi deb o'ylab qoldim. Shuning uchun birga bir arena qo'yib ham qo'yaverdim. Birga bir arena mana bu yerdan kelyapti. Qayerda ekan? Bizni o'ldiradigan odam. Wow, öldü. Teşekkür olamiz. Bizi qilamiz. Ana yerda sherigim hozir nimagadir qo'shilmadi. Aslida 2-2 o'ynardik. Yaxshida ishlayapti ekan. 8, 7, 6, 5 bo'pti ketavergan. Yes, yutdik. Yana bir bor yutdik. Yaxshi yutyapmiz. Endi mendan o'sapa. Avem tanlanib. Hozir kallasini chiqarish kerak hozir. Eğer kallasini chiqarma. Jolo. Yomon o'ynaydi ekan, bekor avem tanlabman. Vay. 2-1 yaxshi hozircha. Bir shot oldin nima? Bir shot. Menga 4 shot oldin urishim kerak. Mana. Biz mana bu yerda bo'lib o'tiramiz. Bu bizni ko'rdi. Oh my god. Sniper bo'lsam bo'lar ekan. Voy. Tuyapmiz. 3-1 2 shot oldin mana endi. Qanaqa qurollar tanlarkan. Plan P90 tanlasa kerak. Yo'q, o'zini tanladi. Bechora o'limni oldindan bilyapti. Ketib qayoqqadir. Biz bratishganmiz. O'ldiradigan odammiz. Qani endi? Bo'ldi, topdim. Vo ana. Tagimda jon bilan, juda ham kam jon bilan yutardik. Qani, bu yoqqa mo'ljalab turamiz. Ochilishiga yo'l otamiz. Ot. Ketdi. Oldi. Voy. La 4-2 baribir yaxshi. 2 shot oldin. Endi bu safar mendan bo'ladi. Bunaqa yerga qanaqa? Mana qurol yaxshi. Kommentariyada yozib ketasizlar. Mana bu qurolni. Mana buni tanlasak yetsa kerak. Yana bitta qurol tanlamoqchi edim, tanlash imkon bo'lmadi.
ot. Ana endi o'ladi. Ölmedi, ölüş gerek. Toru 3. Azıcık bir shot oldindan. Nimadir yaxshi o'ynamayapman-chi. Buni yotib olsak. Masuka. Wow, mana bo'ldi. O'ynashmagan arbоб bilan. Mana 5-3. Tak. Ne? Bunu qachon ochaman? Ikkita. 2 marta baqtirmay chiqish kerak. Bitta ham odam yo'q. Bo'pti, keyingi solishuvlarga chaqir.